12 kishiligi 9 million so'm akvaring ko'rinishda xon taxtasi simala oyog'ida ishlangan. Stullar baqatera yog'ochda yasalgan. 12 kishiligi 9 million so'm. Bu komplektimiz 24 kishilik. Xon taxtasi 640 ga 120. 4 ta oyoqlari bor. Xon taxta qilib yotqizib ishlasa bo'laveradi degan komplektimiz 13 million so'm. 24 kishilik 13 million so'm. Bu komplektimiz 16 kishiligi yong'oq yog'ochdan bo'lgan. 9 million so'm bu komplektimiz 16 kishiligi. Buni ham yotkizib qo'y xon taxta vazifasida ishlatsa bo'laveradigan komplekt. Bu komplektimiz yong'oq yog'ochda yasalgan, xurram qoplama posonda 12 kishiligi 7,5 million so'm. Bu komplektimiz 12 kishiligi 14 million so'm. Neobichniy ko'rinishda ishlangan. Xon taxtasi 320 ga 120. 5 metr 5,5 metr uylarga mo'ljallangan. Bu komplektimiz xon taxtasi 4 metr 16 ta stuli bor. 18 million so'm narxi. Boshqa variantlar ko'rmoqchi bo'lsanglar, bemalol profilga kiringlar. Profilimizda 3,5 milliondan 20 million so'mgacha bo'lgan 12 kishilik stol stullarni video obzorlari bilan joylaganmiz. Boshqa variantlar profilda ko'rasizlar. O'zbekiston hamma viloyatlari, qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh Qorasuv shaharlari, Tojikiston Respublikasining Andarxon yoki bo'lmasa Sadoqat chegara postlari ichida dostavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimiz, Telegram raqamlarimizni qoldiramiz. Telegram raqamlarda Telegram kanallarimiz bor. Telegram kanallarda ham manzillarni, uylar razmerini aytsanglar, dostavka xizmatlari haqida, uylarga necha kishilik stol stullar tushish haqida ham batafsil ma'lumotlarni berib, sizlarga yurpam silkasini tashlab beramiz. Agarda sizlarga video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'ysanglar, uylarda turib, mebellar narx-navosidan xabardor bo'lib turasizlar. E'tiborlar uchun kattakon rahmat.